Hey, çaygıma yeni kiyim giysen sen. Toy tökün gibi yeni kiyim giysen. Ölem yetimi nazır çırakı mı yeni kiyim giysen. Bir yerde bir katlaş vakası okuyatsı. Eşeğde mi yeni kiyim giyip alsam. Şkafını iç bak ha. Sap. Ne senin kiyimin tutuşup getipti deydi. Oy o şkafdaki kiyimlerimden hepsini bana meldikiler körüp olgan tutsa. Çota koptu cuma. Bana şkafda içip bütün kiyimlerini çamadan kısalar. Bu da. Kene gep veremsiz? Yok. Ama meldin küçük etimiz. Yabancı tamak gençler koyalım. Yani sen digine. Bekle. Ya senin çile çıkıştın başka işin yok mu? Hey, abi Bertan çilenin kaç pılık ekledi kalıpını bilemse? Yok. Yaktaydı ama bu. Ya kanda çaktı ya, kan taş çakamsa sen. Oy şu ne yapsam çünkü... Digine, kandalık sana çıkıyattı. Bir digine kanda çekmetti, bir dapaka bana. Ne yapsam çünkü... Kandak san çıkıyattı, bir dapaka bana kandak san çıkıyattı. Röstem'den. Bugün bir digine kanda... Canım, biz toy kılım bir yılda işip kaptık. Ne bilen toy kılıp, ne bilen eskirmiz. Bu bir yıl jaryanında ben es qilgan narsalar nihoyatda cho'nqur. Bo'libmi shu har oylik olgan maoshimning faqat yetmayotganligini es qildim. Hoycan, muş çiçimde bir kesiyden ki deyme qarab. Çiçanıma? Neymiş ka? Oymuş uzun bulmamdı, keşkiş taraf bulanmayı ve kişimi pişirip etti. Kesip et onda olsa. Ne gün kesip etsem yüzüm çoğuncuray çıkıp kalamdı ki deyme. Onda olsa kesmemse? Ne gün kesmeysem, muş uçuları çiglişip, bek yerilip bir aram kıvıtırken adamni. Onda olsa kesip etken. Siz kesibet degininiz bilen, opam kakşap kalamdı ki deyme. O apam kakşaydı karşı olsa kesmemse? Lekin kesmeysem, dostlarımның hammasın qısqıça yarışatdı deydi. Vay dostların kısıkça yarışattı degen bolsa, anda olsa kesip etken. Kesib etkinim bilen, yani koçidagi köygənlər bunun çechimi qısqa, aqlimi qısqa deb gap tapaqcan. Hey, man a uyga kirib qacha chiqaman. Nima? Qacha nim qilsiz? Tilingni bir kesib o'tay. Dada, bu mallik chiqib birdan oylik kiraymi deyman. Gap otamsa bola? Shu, men mallik chiqib birdan oylik kiraymi deyaptim. Ha, oylik kir. Dada, men malni birdan cho'glab oyib kiraydigan. Voy bolam, ben seni çıkıp oynanıp kir dedim, oynanıp gel. Dada, maliki hamma og'inlarim meni birga o'ynab kelay deb ishg'ol saqlayotdi. Bola, sen benden ruhsat so'ratamsa? Voy, ben seni çıkıp og'inlarim bilan oynanıp gel dedim, çıkıp ko'rma bo'ldi. Men sizdan ruxsat so'ramadim, pul so'radim men. Ha? Voy, ne bo'ldi? Voy, ne
deydi ki deptimen. Vay bu Nilofer degan qiz balning ismi emas, o. Qetimana bankaga sağa atning ismi o. Qarab turib. Xudoyim Hechqisi yo'q. Endi buldum. Voy yana nima bo'ladi? Men siz doim bayga solgan itingizdan telefon kelibdi. İlana? Siz neydi? Ma'qul. Hayır ama nima? Rahmat bana O'xshaydi. üzerman kısıp üzermalay. Rahmat. Acıdan degan sizni. Shu ukan yaman uzoq oldi, o qiz oldiman sirtqa chiqib boqmag'ini. Shunda yaxshi qiz ola, to'y qilmagan. Lekin shu o'tirib qolgan degandi. Shundanmi o'tirib qolgan, hech kimsa birga turib ketamiz degan. Shunda sizdan ko'rishga keldim. Ha, azimdan sizning gapingiz qilib bergan, shuna yaxshi bola deb. Shu yaxshiligim bir xil chiroyim chiqargan. Opa boshlaydi. Rostga. Sen qiz yaxshiliging chiroying chiqargan. Qizlar bir ko'rib yaxshi ko'rib qolmadi. Rostga. Chiroyingiz chiqibdi. Elga? Dodo. Dodosini jib topdim. Benim balam emas, babalı çaqchaqladi qarang. Mening bunda balammi yo'qmi? To'y qilib boqmagan do'sam qandaqsi mening balam bo'ldi. Voy tova, balam mening balam. Bo'ldi. Ayacanım. Bilime o mening balam. Mening balam. Dada, siz naqsh anglamsiz? Yo'q, naqsh bilan xo'sham yo'q meni. Siz top o'ynay olamsiz? Burun o'ynagan maktabga chaqlarda. Tik o'tiradi bunda. Ay dadasi, men chiroyliqmikan? Ha, kim on chiroyli ekan? Top. Balam opang chiroyliqmi, kiyim chiroyliqmi? Apa, siz chiroyli. Ana. Zodi o'zi tuqqan bilan xalq tuqqan o'xshamaydi-da. Aka. Sana demisem bo'lmaydi aka. Cho'g'on siri g'ambesi bo'lib qoldi qaramini. Sen nima g'ambesi oldi taxay to'yma qilmay turibdi. Hamma sen tal to'qqizing tal. Nima g'amamdi sendan? Mush bir 2 yildan oldi keyinda. Ko'chat tijorat qilib, ko'mgan kunni ko'rdim aka. Bir yil oldi shuni ko'chatning ishi bilan dunyoda bor aka. Ko'chat vaqtdan ta'sir yo'qkan juma. Yo bu ko'chatning nima ta'siri bo'ladi ukam? Dunyoda bola vaqmoqda ukam, bola vaqmoq. Yo'q aka, ko'chat vaqmoqdas. Ukam nimda tushunmaysa bola vaqmoqda bu ko'chat degan bu qo'shang buzgan narsa va bir aparib ishlab qo'ysang. Ya aka. Bal degan gap xudo qara aka. Bola vaqmoqda bu gap fuqqan bilan sizdan hozir bir ay ko'chitdan qo'tilab payda paqtima. Sizlar bir ay ko'chitdan bir ko'li qechib ketib, yo'qab ketib paqtima. Ya bir ay ko'chitdan oqchik vayron bo'lib paqtima. Bola vaqmoqda istayman. Aka. O deganimni to'g'ri, lekin sen unda degan bilan sening bira balangni bir eshak qachlab qo'yding ha? Unda bo'lmagan bo'lsa. Voy, ma bal nima ish qilayotgan deb ajab saqlatda ya kechkimiz degan. Ha, bular, ey! Endi chiqdingmi? Oyoq kechib qolamiz desang jura. Uydilik chuvun paydo bo'lib qolibdi-da. Ha. Birini qo'yib o'ttirdim. Voy, yaxshi qilsan-ku, baldama. Dada. Ha. Osh uydi kuchuvunni
öttürüp hem de hazır iş koyayımken de oylaşkandım senden sorap bakay deyim. Başka çölde ibret olap çürüyün köyemeydiğim buldu dedi. Ul iş presağını geldi maviydi ölen balap da bütün çöllerinin hemmisi perte kırmışı yani. Güle. Assalamu alaikum. Yusuf'a aldıraş neyimi anladınız? Aleyküm selam. Ötkektir kendine ağın taptım çopun paçkıda bu kapa çıktı ki. Nasıl çıktı bu? Yusuf'a ma otomatik kralgını siz işletenmeyle. Sizge toksiklik anlaştırıp birey. Siz işletirler. Memi işleterleyme. Yusuf'a maqul desizler. Atlanına ya. Yeni baka. Taptım markalık sopun paraşkidin elge nap yetkizish katta mukofatli faoliyati boshlandi. Uyg'on Sodichaklik mas'uliyat shirkati. Bu gapni bugun sana deyishni qara qildim. Hey, söz desem derdimcek. Lekin anlaydigan odamni bek oz. Bugun sana deyim. Qara. Men bir qizni shunday yaxshi ko'rib qoldim. Yiliq qizib oldiki qosh. Yiliq qizib oldiki ko'z. Boshqa hech qanday qiz olmadim. Men o'zimni o'ylab qoldim. Men uni bek yaxshi ko'rib qoldim deb. Lekin endi tushlarimga kirib oldi-ku. Bunday bo'lgandan keyin o'qishga to'y qilish taklifini qo'yib qo'yay deydi. Degan mana nima gulni tayyorladim. O'qishga meni rad qilasiz qanday qilaman? Ya ma'qul demo? Ya qanday qilsam bo'ladimi deb bak o'ylashib ketdim. Lekin men seni shu bizning shirkatdagi eng yaqin birodarim deb bilgachga bugun mush ko'nglim gaplarning hammasini sana dedim. Sen bo'lsa bir menga yo'l ko'rsatsan, deyilimi ishqilib bu shirkatda sendan mushta jimjit o'tirsin. Boshqasini hammasi o'zining ishlari bilan aldirash. Talkini Kesine keketim. Yağattım karama nemine. Tot yok şıltamadı be. Ya kim bilirse ben şu kulağımı yap. Sen çıkanda kısan bola. Nemine? Başlap ballarınki maaşı to'g'riliq azroq buna siratlab kirgandim, shuni o'qib beray degandim. Tez! Chaqqan so'zlar. Bir parcha hurmat xatim bor. Hurmatli Barat Ishbesh. Siz bizdan boshpanoyimiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, biz bunchalik nurg'unlagan nisi ishlarga erishamagan bo'lardik. Şunun bilan